alaykum guruhdoshlar, yaxshimisizlar? Ko'k novdalarda qanday bog'lash haqida ham bir savollar bo'lib qolyapti, qaranglar. Ko'k novdani doim mana uzun taqa qarab bog'langan. Shuni to'g'risiga bog'lab, ikki yonga bunday qilib yotqizib tarab kelinadi. Hozir mana bittani bog'lab beraman, qaranglar. Buni oson yo'li bor. Bu stanoydan ham oson yo'li, o'zimizning qo'l mehnati. Qaranglar mana. Mana bu mana o'zin to'g'risiga keladi. Mana qarang. Bitta aylantirib olsak, mana o ipni. Mo simdan qabaqa siljimaydi. Mana bunday qilamiz mana. Bo'ldi, mana ushadi. Mana bunisini bekka olamiz. Mana. Mana u ham halqa bo'lib qoladi. Nimani ham siqmaydi, kaltaydi ham. Mana. Endi buni bu yonga olamiz. Mana. Qarang. Ashunday qilib endi bu yonga olinadi. Ha, endi bu yonga bog'lanadi mana. Mana endi mana bu yonga bog'lanadi mana. Mana qaranglar qanday yotyapti. Bu mana bu yerga bog'lanadi. Mana. Mana qarang. Mana endi shunday mana ipni o'zi og'iri bilan mana shu ip tortib turibdi, yotib oladi. Uzunlar voshda ham mana tekis o'zi osiladi keyin. Mana orqada endi mana bu tomonga bunday qilinadi, bu ham. Mana shu ochiq tomonga qarab bog'lab qo'yilaveradi mana. Mana biz hozir shunday qilib qo'ysak, mana shu o'zini og'iri bilan kalta shekilga yotib oladi. Mana endi qarang, mana hammasi o'zi yonga bir-biriga mushayt qilmay taraldi mana. Bitta bu endi sal bu ham o'zi bunday og'iri bilan yotib oladi yonga mana. Shunday keyin bu holatda tegmaymiz, bashlar hozir bunday orqaga qaytib qolyapti, boshqa bular o'zi kechasi bilan bunday yozilib, hammasi tepaga qarab oladi yana. Buni pastga qaragan bashlar pastga qarab qoldi, olib tashlamaymiz. Faqat ko'knovda bog'lab ketilaveradi. Ha, mana bular ham hozir bog'landi, mana malchik spalchik. Mana uzunni voshini kattaligini qarang, malchik spalchikda mana ayri vosh bo'lib ketgan. Baquvvat. Mana bu voshlar endi qanaqa vosh bo'lar ekan, xudo xolasa. Qarang kattaligini. Malchik spalchik. Xo'p, mana bular ham bog'landi mana. O'zi hammasi o'zini holatiga qarab yotqizildi mana. Mana bu krasava mana. Krasavalar voshi ham juda katta mana. Qarang. Serhosil, juda chiroyli yangi navlar bular. Mana shunday bog'lab ketilaveradi. Mana hozir buni bekka bog'laganimizdan keyin bu tepaga qaragan baklar pastga qarab qoldi. Bular endi kechasimi deb u yana o'zini ko'tarib oladi bular. Ko'tarib yana mana shu uzumlar boshiga soya berib o'zini o'zi himoya qilib oladi.